Assalomu alaykum. Bo'riyev bilan futbol kanaliga xush kelibsiz do'stlar. Bizda navbatdagi video, navbatdagi Barselona g'alabasi. Yevropa Chempionlar Ligasi chorak finalining birinchi uchrashuvlari bo'lib o'tdi. Barselona o'zining birinchi uchrashuvini Montjuikda o'tkazdi va Dortmundning Borussiasiga qarshi o'yinda ajoyib g'alabani qo'lga kiritdi. O'yin haqidagi to'liq tahlilni ko'rib chiqamiz do'stlar. Bugun biroz taktikalar hamda Barselonaning o'yin uslubiga ham e'tibor qaratamiz. Shu bilan birgalikda Barselonaning boshqa jamoalardan nima farqi borligini ham ko'rib chiqamiz. Demak, boshladik. Dastlab jamoalarning tarkiblariga e'tibor qaratadigan bo'lsak, mehmonlar, ya'ni Borussia Dortmund jamoasida bir nechta yo'qotishlar bor edi. Ulardan eng muhimi albatta Nico Schlotterbeck hamda Marcel Sabitzer edi. Nico himoyada juda ham muhim rol o'ynayotgan edi Dortmundliklar safida va buning ustiga Marcel Sabitzer jamoaning motori deyishimiz mumkin. Barselonaga qarshi o'yinni o'tkazib yubordi. Va tarkibiga qaraydigan bo'lsak, Emre Can hamda Valdemar Anton asosiy tarkibni egallashdi va hujum uchligi Gittens, Girassi hamda Ademi edi. Aytib o'tish kerakki, Gittens hamda Ademi va hattoki Girassi ham o'zini yaxshi his qildi, yaxshi vaziyatlarga chiqib borishga muvaffaq bo'ldi. Endi Barselonaning tarkibiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, o'zining an'anaviy o'yin uslubida maydonga tushdi. Optimal tarkib bor albatta, Dani Olmodan tashqari hamma asosiy tarkib futbolchilari ishtirok etishdi. Inigo Martinez hamda Kubarsi markazni egallashdi. Balde hamda Kunde qanotlarda, Pedri va De Jong doimgidek hujumda, Fermin hujum ortida harakat qildi. Rafinha hamda Lamine Yamal qanotlarni egallashdi. Ikkalasi ham ajoyib o'yin o'tkazdi va albatta Robert Lewandowski. Birinchi bo'lib Barselonaning bitta holatiga e'tibor qaratmoqchi edim. Dastlabki daqiqadayoq, 3-daqiqadayoq Barselonaning pressingi, ya'ni juda ham agressiv pressingi orqali har bitta futbolchini yopishga urinishayotgan edi. Mana bu kadrda ko'rishimiz mumkin. Lamine Yamal birinchi bo'lib o'zining qanotida bo'lgan qanot himoyachisini yopdi, undan keyin markazga ko'chdi. Kunde qanot himoyachisi bo'lib, navbatdagi qanot himoyachisini yopishga yetib keldi. Va keyingi rasmda esa biz Kubarsining wingerni yopish uchun maydonning yarmidan ancha o'tib, 20 metrlar o'tib, agressiv pressing qilayotganini ko'rishimiz mumkin. Bunga asosiy sabab Barselona to'pni o'zida saqlab qolishga harakat qiladi. Doim to'pni o'zida egallashga harakat qiladi. Va men kecha Inter hamda Bavariya o'rtasidagi o'yinni ko'rdim va Bavariya agressiv pressing qilib o'ynaydigan jamoa, ammo Bavariyaning kamchiliklaridan biri shunchaki 5 ta vaziyat, 5 ta golli vaziyat yaratgan bo'lishiga qaramasdan pressingda agressivlik yo'q edi. Mana bu rasmda ham ko'rishimiz mumkin. Ya'ni Interning himoyachilariga, o'sha 3 talik himoyachisiga ko'p erkinlik berishdi va buning natijasida Inter bosimdan tezda chiqib ketishdi. Va Barselonada unaqa holat bo'lmaydi. Barselona hisobdan qat'iy nazar, raqibdan qat'iy nazar o'ziga gol kerakmi, dominantlikni qo'lga olish kerakmi? Bu vaziyatda qanday qilib bosim qilishni bilishadi. Demak, navbatdagi vaziyatni ko'rishimiz mumkin. Rafinha shunchaki fenomenal o'yin ko'rsatdi. Chap qanotdan dastlabki daqiqalarda zonalarga tinimsiz yugurayotgan edi. Ushbu kadrda ko'rishimiz mumkin. Pedridan ajoyib uzatma. Rafinha juda katta bo'shliqqa chiqib ketyapti. Uning qarshisida katta bo'shliq va bemalol to'pga yetib borib tezligidan foydalanyapti va ichkarida xavfli vaziyat yaratmoqda. Birinchi taymda Borussia Dortmundda bir nechta vaziyatlar bo'ldi, ammo foydalana olishmadi. Demak, Barselonaning birinchi goli 25-daqiqaga to'g'ri keldi. U Fermin Lopez tomonidan uzatib berilgan jarima zarbasini Inigo Martinez ajoyib tarzda ichkariga uzatib berdi. Kubarsi paydo bo'ldi. Bu ishlangan edi. Aytib o'tish kerak, Fermin Lopez Barselonaning standart vaziyatlarini tepadigan futbolchisi emas. Ammo u bu uchrashuvda doimiy standart vaziyatlarni amalga oshirdi va undan biri gol bilan yakunlandi va u ishlangan edi. Demak, Kubarsi ichkarida to'pni darvozaga yo'lladi va uning zarbasi assistga aylanib ketdi va Rafinha o'zining hisobiga gol yozdirib qo'ydi. Aytib o'tish kerak, Rafinha biroz Barselona muxlislarini tashvishga soldi, chunki Rafinha ofsaydda bo'lishi mumkin edi. Ammo VAR aralashganidan so'ng Rafinhaning goli inobatga olindi va biz goldan keyin ko'rishimiz mumkin. Kubarsi Rafinhadan so'radi, "Tegdingmi?" deb so'radi va Rafinha ha deb aytdi. O'yindan keyin albatta Rafinha aytib o'tdiki, "Men Kubarsidan uzr so'radim. Kubarsiga assist yozilsa kerak" deb fikrni bildirib o'tdi. Albatta Kubarsi tushunadi. Rafinha oltin to'p uchun harakat qilyapti. Har bitta gol, har bitta assist bu uning
rezyumesida mustahkam o'rin oladi va uning nomzodini kuchaytiradi. Barselona birinchi bo'limni biroz qiyinchilik bilan yakunladi. Albatta bunda charchoq alomatlari ham charchoq alomatlari ham bor edi. Ammo ikkinchi bo'limni shunchaki boshqacha darajada o'tkazdi. Himoyada, hujumda, markazda hamma tomonlama shunchaki mukammal o'yin bo'ldi va mukammal o'yin 48-daqiqadayoq boshlandi. Lamine Yamal yana o'z uslubidagi uzatmasi bilan Rafinhani to'p bilan ta'minladi. Rafinha esa shunchaki o'zidan ko'ra yaxshiroq vaziyat hosil qilib turgan Lewandowskiga uzatmani berdi va Lewandowski bosh bilan mixlab qo'ydi. Demak, ikkinchi gol 66-daqiqada yuzaga keldi. Ko'rishimiz mumkin, Lamine Yamal to'pni qabul qilyapti. Uning qarshisida raqib vingeri turibdi va Fermin Lopes esa qachon yugurishni bilyapti. Borussia Dortmund chap qanot himoyachisining ortida juda katta zona turibdi. Fermin Lopes tezligiga ishonyapti va Laminning pas berishiga ham ishonmoqda. Va buning natijasida Lamin pasni beryapti va juda ham qulay vaziyatga chiqib olmoqda va Fermin Lopesning holati ham juda qiziq mana bu vaziyatda. E'tibor bering. Ushbu kadrda Barselonaning 3 ta futbolchisi Leverkusenning 4 ta futbolchisiga qarshi. Rafinhaning harakati juda ham muhim, chunki u markazda turgan to'siqni, ya'ni Lewandowskining qarshisida turgan himoyachini o'zi bilan olib ketmoqda. Lewandowski sekingina o'zining qulay zonasiga kirib bordi. Allaqachon Rafinha bilan birga bo'lgan himoyachi yo'lni tark etgan, uning qarshisida bo'shliq. Keyingi himoyachi yetib kelaman degunicha Fermin Lopesdan o'z vaqtida uzatilgan to'p va Lewandowski shunchaki mixlab qo'ydi. Va Lewandowski haqida gapirmasak bo'lmaydi do'stlar. Lewandowski shunchaki fantastik o'yin ko'rsatdi kecha. Pressingda, o'z jamoadoshlari bilan bog'lamlarda shunchaki mukammal o'yin o'tkazdi va buning natijasini biz 77-daqiqada ham ko'rdik va bu vaziyatda Lewandowski Borussia Dortmund himoyachilarini bosim qilib to'pni yo'qotishga majbur qildi va buning natijasida Barselona deyarli 3-1 ko'rinishda qarshi hujumga qochib ketyapti. Ayni vaqtda dunyoda boshqa birorta jamoa qarshi hujumda Barselonachalik qo'rqinchli emas do'stlar. Har qanaqa vaziyat bo'lmasin, qarshi hujumga qochib ketdimi, orqada bo'shliq bormi, shunchaki mashinadek yugurishadi. 3 ta futbolchi hozir ko'rishimiz mumkin. Lewandowskining yoshi 37 ga qarab ketyapti. Pressingda, hujumga chiqishda, zonalar topishda, himoyachilarni qiyin holatga solib qo'yishda har tomonlama Lewandowski mukammal striker vazifasini bajaryapti. Albatta tezligi yo'q bo'lishi mumkin, lekin uning qilayotgan ishlari Rafinha bilan Lamine Yamalning tezligi va buning ustiga Baldening tezligi qanotda o'rnini qoplab ketyapti. 77-daqiqada Rafinha yana bir vaziyatda o'sha qarshi hujumda super uzatmani amalga oshirdi. Lamine katta bo'shliqda o'zini erkin his qiladi va Lamine Yamal osonlik bilan hisobni 4-0 ko'rinishga keltirdi. Va ayni paytda Barselona tarix yaratmoqda. Bu degani 48 ta o'yindan keyin 145 ta gol urdi va bu Barselonaning tarixdagi eng yaxshi natijalardan biri. Hali mavsum yakunlangani yo'q do'stlar. Ko'ramiz mavsumning qanday yakunlanishini. Va buning ustiga Wojciech Szczesny ham Barselona tarixiga kirmoqda, ya'ni asosiy tarkibda tushib birorta o'yinda mag'lubiyatga uchramasdan 21 ta o'yin o'tkazdi. O'yin oxiriga borib albatta Barselona juda ko'plab futbolchilarni almashtirdi va Araujo maydonga tushdi. Araujo fantastik o'yin ko'rsatdi. Juda kam vaqt maydonda bo'lgan bo'lsa-da va yana bir juda ham yoqimli holat bu Lamine Yamalning o'yin oxirida o'zgartirishni so'raganligi bo'ldi. Bu o'zgartirishni so'rashi charchash bilan bog'liq edi, ammo jarohat bilan bog'liq emasdi. Flick buni tasdiqladi o'yindan keyin. Va bu Ansu Fatining o'yinga tushishi uchun qilingan harakat edi. Yaxshi o'yin ko'rsatdi, bitta vaziyat bo'ldi, ammo foydalana olmadi. Shuna qilib do'stlar, video yoqqan bo'lsa like bosing, izoh qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha birgalikda Barselonaning g'alabalarini nishonlash davom etaversin do'stlar va doimgidek Visca Barsa.